Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Yo'ruq sayillar sayfimizga xush keldinglar. Men mazkur sayfining programma riyosatchisi Qutlan. 1965 yili 6 ayning 14 kuni bir ömür vatani uchun tipirlagan bir o'tliq yurak so'qishdan to'xtaydi. 64 yillik qisqagina hayotiga 1930 yillardagi Xotan inqilobining yo'lboshchiligini, Sharqiy Turkiston tarixidan iborat buyuk bir obida asarning muallifligini, Xitoy tarixchilari bilan bo'lgan murassasiz qalam kurashlarini, shundaqla muhojiratdagi vatan davosining mushaqqatlik jarayonlarini sig'dirgan bu kishi vataniga tutashgan armonlari ilkida bu dunyo bilan vidolashidi. Bu kishi 20-asr Uyg'ur tarixidagi buyuk bir shaxsiyat Muhammad Emin Bug'rodir. Qadrli radio anglag'uchilar, tövəndə diqqətinizlə Muhammad Emin Bug'ro və onun kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasida bo'lg'ay. Sharqiy Turkistonning 20-asrdagi milliy mujodila tarixida bir inqilobchi, bir qo'mondon, bir mudarris, bir tarixchi va bir siyosiy kurashchi sifatida tanilgan Muhammad Emin Bug'roning boshqalar ancha diqqat qilib ketmagan yana bir alohida adabiy kishiligi mavjudki, u bo'lsa-mu dal uning borlig'ini vataniga tasadduq aylagan shoirlik dunyosidir. Darvaqa Bug'ro she'riyatining vatan va yurt so'ygusi bilan to'lgan tunji faslini uning Afg'onistondagi birinchi hijrat yillari shakllantirgan bo'lsa, vatanga qaytishga bo'lgan o'tdak his-tuyg'ulari va yolqinlik istaklari bilan yo'g'rilgan ikkinchi faslini uning Xitoy markazidagi siyosiy musofirlik yillari hosil qilgan edi. Bug'ro madras ma'rifi ko'rgan, shundaqla klassik turkiy she'riyatining badiiy javharlarga to'yingan bir shoir bo'lishiga qaramay, dastlab Afg'onistonda, keyincha Xitoyning urush mazgilidagi vaqtliq poytaxti Chongqingda yozgan she'rlarini xeli zo'r darajada hozirgi zamon Uyg'ur she'riyatining ommabop uslubiga moslashtirishga tirishgan edi. Shoir Abdushukur Muhammad Bug'ro she'riyatining klassik turkiy she'riyatidan hozirgi zamon Uyg'ur she'riyatiga o'tish mazgildagi o'tkinchi davrga vakillik qilganligini ta'kidlaydi. Muhammad Emin Bug'ro Chongqingga kelgandan keyin izchil o'zining she'riy ijodiyatini to'xtatib qo'ymagan. Bu yerda nurg'un she'rlarni yozgan. Bu davr Uyg'ur she'riyati klassik she'riyatdan yangi davr she'riyatiga o'tayotgan bir o'tkinchi zamon bo'lganligi uchun Muhammad Emin Bug'roning she'riy uslubidimi, she'r alaydigidimi, mushu zamonga loyiq bo'lgan til ishlash san'ati, ifoda san'ati o'z ifodasini topgan. 1930 yillardagi Sharqiy Turkiston milliy inqilobi mag'lub bo'lgandan keyin birinchi hijratning uzun mazgillik azoblik yillarini yashagan Bug'ro musofiratdagi siyosiy kurash qaynamlaridimi, ona yurtning yiroq o'tmishiga tutashgan tarixchilik izlanishlaridimi, shundaqla g'urbatdagi she'riy ijodiyatlarining ona temisini vatan temisiga mahkam bog'lagan edi. Şunu Profesör Olimjon Inoyat apandi vatan temisining Bug'ro she'riyatining azaliy va abadiy temisi bo'lganligini alohida eskartidi. Muhammed Emin Bug'ro mayli Afg'onistonda turgan mezgilda bo'lsin, mayli Chongqing va Nanjingda turgan mezgilda bo'lsin, o'zining ta'rifligisiz vatan hasratini she'rlarida aks ettirishga tirishgan. Uning she'rlarida vatanparvarlik temisi gavdalik bo'lgan. Masalan, uning 1945-yili Chongqingda yozgan Shingshan nomli she'rida mundaq deyilgan: "Qachon bizga ochilur ushbu qora chegara, qachon kulib o'ynaymiz ushbu güzel yurt ara. Kaçan oynap külerimiz ili yaylak tağda, kaçan sorun tüzerimiz cennet Xotan bağda. Kaçan közge sürülür turpan kuça toprakı, kaçan bulur onumuz Yarkent Kaşgar koyları." Bu şiirde Bug'ro ana yurtu bolgan Chonqur seginish hissiyoti bilan birga vatanning erkinligi bolgan orzusini aks ettirgan. Bug'ro
Afg'onistonda turayotgan yillarda yozgan vatan haqidagi she'rlarda o'zini ona vatanidan ayirib turgan Pamir va Himolaya tog'lariga chekil deb xitob qilgan bo'lsa, millatchi Xitoyning vaqtliq poytaxti Chongqingda turayotgan mazgilda yozgan she'rlarda Ora yulduz, ya'ni Shingshingsha quroliga qarab, qachon bizga ochilur ushbu qora chegara deb nido qiladi. Amerikadagi mustaqil tadqiqotchi Taran Uyg'urning ilgari surishicha, Bo'g'ra vatanni tark etib, yot ellarda yashashga majbur bo'lgan ashu yillarda vatansizlik, g'ariblik, musofirchilik ham yurt seg'inchining izchil turda uning she'riyatining ona temasi bo'lganligini ilgari surdi. Məmtun Buğra əpənimdənki bu məzgildəki şeir icadətlərə diqqət qılğan bolsaq, onundakı ana temaның 12 ildən bu yan ən yuqarı pəlləyə çıxan qeyrilik və vətənsizliknin dərdi, yurtqa bolğan söygü, muhabbət, sevginiş və həsrət. Ən mühimi vətəngə ayaq basışqa bolğan tinmay intilish, şundaqla bunun nisbətən özdəki çarəsizlik ikənligini bayqaymiz. Professor Olimjon Inoyatning ta'kidlashicha, Bo'g'raning Chongqingdagi mazgillarda yozgan vatan temasidagi she'rlari ichida Yurtim nomli she'ri alohida o'rin tutadi ekan. Shundaqla Bo'g'raning vatan tuproqlariga bo'lgan eng cho'nqur muhabbati va o'tliq hissiyotini namoyon qilgan ekan. Onun vatan sevgisi Yurtum namlıq şiirdə texmu roşan əks etken. Bura mundaq dep yazgan. Yurtum toprakların közümüzge sürme bolsun. Kara taşın almaz kebi boynumuzga salma bolsun. Çölündeki taş ve kesek bizge kızıl alma bolsun. Buduşqaqdak dikenleri bizge tatlılık ücme bolsun. Bura vatanını söymeyen, vatan üçün hizmet kılmagan, vatan yolunda canını kurban kılmagan, vatanın kadrini bilmeyen kişilerini iki putluk hayvanga okşatkan. Bura bu vaqtda mundaq dep yazgan. Yalavaşның sözüçe vatan söymek imandır. Canı bar insan vatan üçün kurbandır. Hizmet kılgan vatanga haqiqatda insondur, vatan qadri bilmagan ikki putluk hayvandır. Shoir Otashkur Muhammad Apandi Bo'g'raning 1944-yilning oxiridan 1945-yilning oxirigacha bo'lgan oraliqda Chongqingda yozgan she'rlarining asosligi yurt va vatan so'ygusidan iborat birla temaga markazlashganligini tilga oladi. Hamda Muhammed Emin Buğra'nın bu davrdagi she'rlarining mazmunini qarasak, umuman asosliq ifodlaydigan temasi yurt va vatan so'ygusi. Masalan, alayli Shingshingsha degan she'ri, vatan qaytish ulug' yurtim degan she'ri, yurtim degan she'ri, shunqorim degan she'ri. Mushlarning hammasiga qarasa, bu she'rlarda ikki narsa bor. Yurt va vatan so'ygusi. Vatanga bo'lgan intilish, o'z vatanini ziyorat qilish istagi qatorliqlar. 1944-yili sentabrning oxirlari Nilqi tog'larida milliy ozodlik inqilobining o'q ovozi yangrab, 12 noyabrda G'uljada Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilishi, zulmatda qolgan vatanning yiroq burjaklarida hurlik tengining ufuq nurlarini parlatadi. Bu shundoqla yot tuproqlarda vatanning hasratini chekayotgan Bo'g'ra uchunmi umid quyoshining ufuq nuri bo'lib qoladi. Mustaqil tadqiqotchi Taran Uyg'urning ko'rsatishicha, Bo'g'raning mushu mazgillardagi she'rlarda haqiqatanmi vatan osmonida yo'ritishga boshlagan ozodlik tengining ufuq nurlari jilva qilishga boshlagan. Ma'lumki 1944 yil noyabrda Ilidan boshlangan Sharq Turkiston milliy ozodlik inqilobi tezlikda dastlabki g'alabalarni qo'lga keltirib, bir mustaqil hokimiyat Sharq Turkiston Jumhuriyati vaqt hukumati G'uljada qurildi. 1945 yil 8 aprel kuni G'uljada Sharq Turkiston milliy armiyasi qurildi va 3 yo'linish bo'yicha urush olib berib, g'alaba sari olg'a ilgarilab, poytaxt Urumchiga qistab keldi. Komidan Xitoy hukumatiniki tajovuzchi mohiyati, yo'lsizligi, shundoqla samimiyatsizligidan qattiq umidlangan Mamtun Buğra apandi uchun birdan-bir umid chirog'i dal Ilida portlagan shundaqla Sharq Turkistonninki barliq joylariga shiddat bilan kengayotgan Sharq Turkiston milliy ozodlik inqilobi edi. Demak, bu mezgilda Mamtun Buğra apandi ayrilganiga 10 yildan oshgan ona vataniga qaytishningki imkoniyatlarini, vatan uchun yana bir qitim xizmat qilishningki fursatlarini, eng muhimi vatanning ozodligininki ufuq nurlarini ko'rgandek bo'lgan. Shundaqla bu hissiyatlar tabiiy holda o'zininki she'r ijodiyatlarini o'z o'rnini topgan deb qarayman. Darvaqa
Muhammad Amin Buğra o'zining siyosiy hayotim nomli biografik yozmasida, garchi u ili inqilobining orqasida Sovetlar ittifoqining ko'langusi borligidan andishlangan bo'lsa-mu, ammo bu inqilobning milliy ozodlik shuari bilan boshlanganligidan cho'nqur umidlanganligini yozadi. Professor Olimjon Inoyat apandi bu mezgillarda Buğra she'riyatida ko'rilgan umid ushqunlarining dal ili inqilobidan qaynoqlanganligini ta'kidlaydi. Buğra özünün əslimisində İli inqilabı haqqında mundaq deb yazğan. Bu günlərdə İli inqilabı küçəyməkdə idi. Çin əskərləri çəkinməkdə və inqilabçılarımız Ürümçiyə 135 kilometr keladigan Manaska kelib Ürümçini təhdid astığa alğan idi. Biz bu inqilabның rivojlanışından, millətimizin haqq hüququnu qolğa keltirişindən xoşallanıyatqan bolsaqmı, arkasında Ruslar bolğanlıqdan köp əndişə qılmaqda idik. Bu bayanlardan Buğra'nın ili inqilabıga ijobiy qaraganligini ko'rgili bo'ladi, biroq bu inqilobning orqasida Ruslarning bo'lganligi uni bearam qilgan. Buningdan Buğra'ning ili inqilobidan umidlanganligini tushungili bo'ladi. Uning Shingshingsha nomli she'ridagi qachon bizga ochilur ushbu qora chegara, qachon kulib o'ynaymiz ushbu go'zal yurt ara, qachon o'ynab kularmiz ili yaylaq tog'ida, qachon so'rin tuzarmiz jannat qo'tan bog'ida degan misralarda bu umidni ko'rish mumkin. Qadrlik radio anglag'uchilar, yuqorida 20-asr Uyg'ur tarixidagi mashhur shaxsiyat Muhammad Amin Buğra va uning kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasining 40-qismini angladinglar. Bu vaqtdagi anglatishimizning oxiri davomliq diqqatinglarda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi. Qimmatlik radio anglag'uchilar, shuning bilan Yo'riq Sayillar sayfisining bugungi anglatishi bu yerda oxirlashdi. Sayfimizning kelar haftalik sonda ko'rishayli. Xush vaqt bo'linglar.